3 marta infarkt bo'lgandan so'ng inson olamdan o'tadi. Bu gap rostmi? Yo'q, bu narsa individual, organizmni ichki xususiyati va ichki omillariga bog'liq. Chunki yashirin kechuvchi infarktlar borki, insonni o'zi bilmasligi mumkin. Shifokorlar orasidagi xalq orasida oyog'imda infarkt o'tkazibman, EKGda chiqib qoldi, bevosita o'sha sezmasdan, bilinmasdan og'riqsiz infarkt bo'lib qolman degan naqllar yuradi. Aslida bu haqiqat, chunki biz shunday xavf omillarimiz yuqori bo'lganda, bir xil paytda organizmda rezerv jarayonlar yuqori bo'lsa, hech qanday og'riq yoki hech qanday klinik ko'rinishlarsiz ham bu kasallik kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun bitta infarkt og'ir yoki juda ham katta asoratli kelsa, bu juda ham kuchli nojo'ya ta'sirlarni iz qoldiradi. Ba'zida esa 3 ta infarktdan keyin ham umr kechirishi yashayveradi bemor. Ya'ni u yerda infarktning asosiy sababi tomirlarning jarohatlanish darajasi. Qanchalik tomir jarohatlanishi yuqori bo'lsa va qanchalik to'p tarqalgan bo'lsa, albatta buning o'lim ko'rsatkichi soni va statistik ko'rsatkichlarning ham oshishiga sabab bo'ladi.